Farg'ona shahridan ko'chmas mulkka investitsiya kiritmoqchi bo'lgan mijozlarimiz uchun zo'r taklif. Bir xona studiyniy kvartira. Kiraverishdan boshlab tushuntirib beramiz. Asosiy kirish eshigimiz. Kirishimiz bilan bu tomonda встроенный shkaflari qilingan. Studiya formatdagi kvartira juda ham chiroyli holatda bitgan. Har bir detalga alohida e'tibor berib, remontlarni ta'mirlashgan. 41 kvadrat metrdan iborat bo'lgan ushbu kvartiramiz to'liq jihozlari bilan sotiladi. Ko'rib turganlaringdek hali hech kim yashamagan kvartiramizda. Bu tomonda alohida ovqat qilish uchun alohida zona qilingan, ya'ni bu tomonda xalaqit bermagan holatda. Hidi ham bu tomonga urmaydi. Bu tomonda bo'lsa kvartiramizni отопительный sistemasi. Bu tomonda bo'lsa alohida shkaflari qilingan va bu joyimizda ham kvartiramizga alohida polkali shkaf qilib qoldirib ketilgan. Bu ya'ni ko'rinmaydi. Juda ham chiroyli holatda. Nima uchun investitsiya deyapmiz? Sababi bu kvartira yosh oilalarga mo'ljallangan yoki bu kvartirani olgan mijozlarimiz bemalol 350-400 dollargacha ijaraga qo'yib daromad olishlari mumkin. Bu kvartiramizning asosiy sanuzilimiz. Juda ham chiroyli holatda bitgan, to'liq jihozlangan kvartira. Bu tomonda bo'lsa kvartiramizning spalnyasi. Barcha sharoitlarga ega bo'lgan ushbu kvartiramiz 41 kvadrat metrdan iborat. Lokatsiyani eslatib o'tamiz. Muhayyoda flagmandan, ya'ni Roksanaga burilganimizda 8 qavatli Novostroyka domimizning 2-qavatida joylashgan. 41 kvadrat metrdan iborat. Ushbu xonadonda egalari narxini 38 ming dollar qo'yishyapti. Xudo xolasa oz-moz kelishtirib berishadi. Va eng oxirgi ko'rsatilgan joyimiz bu kvartiramizning balkoni. Bu tomon mana dvorimiz, keng parkovka, bu tomonda bolalar uchun alohida o'yingoh. Mana bu ko'rib turganlaring flagman. Shunday flagmandan kirib kelganimizda ushbu 8 qavatli Novostroykaning 2-qavatidamiz. Kvartirani ko'rmoqchi bo'lgan mijozlarimiz bizga murojaat qilinglar. Batafsil tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa narxida kelishtirib berishadi. Dizaynimiz uchun alohida yana bu tomonda mana chiroyli akvariumlargacha qilib qo'yishibdi. Sog' bo'linglar.